Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda sifatli texnikalarni arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib tomosha qilayotganlar obuna bo'lib qo'yasiz. Sababi keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, layklarni bosamiz, bangillatamiz, kerakli insonlarga yetib borishi uchun. Xo'p, kvadrotsikllarimiz ajoyib narxlarda. Bunaqa narx hech qayerda topib bo'lmaydi. Xo'p. Pol kabinali kvadrotsiklimizani 40 million so'm qilib beramiz. 5 kabinani esa 38 million so'm qilib beramiz. Akalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin yoki shundoq sekingina tashlab qo'yamiz tanish bilish oladigan akalarimizga. Xo'p, bonus firmamizdan 3 balonli qo'shcha balon, orqa balonlari samasval varianti, narxlari 30 million so'm. Xo'p, akkumulyator muravilarimiz 13 million 800 mingdan akalar kelaverasiz. Xo'p, Xonji 1 tonnali muravilarimizda 18 million so'mdan narxlarni vash sindirib bangillatib tashlaymiz akalar. Kelaverasiz. Xudo xolasa mana bu yoqlarda 7 tochli motobloklarimiz tugadi. Salarkali 7 tochli motobloklarimiz bor. Benzinli 9, xullas hamma texnikalarimizdan bor. 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p, spijatkalarimiz ham maxsus urish uchun mo'ljallangan. Faqat uradi, boshqa ish qilmaydi. Balonlari mana Cherokee balonlardan bo'ladi. Universal jatka. Motor ot kuchi 9 ta. 9 ot kuchi bo'ladi universal. Narxlari 15 million so'mdan. Akalar faqat benzinli motoblok spijatkamiz bor. Benzinli motor. Xo'p, 1110 bartavoyli vobshe xalqimiz ko'nglidan joy olgan, sifatga ega baquvvat bo'ladi akalar mana. Hop, yonbosh, orqa tomon komplektida frizasi, sidinasi va plugi bo'ladi. Narxi 21 million so'm. Xo'p, Agriglobe 254 4x4 difer bobunda rulla gidravlika, injektor motor akalar komplektida bo'ladi. 2 korpus plugi va frizasi. Aksiya narxga tushirganmiz, sababi Xitoydan tovarimiz kelishi kerak. Bunaqa narxda hech qayerda topib bo'lmaydi akalar. Plug, friza 75 million so'm akalar, nima deyapti? Xo'p, buni visi ham 1 tonnaga yaqin. Labolar ko'tarolmaydi buni. Qisqa yo'lga borishi mumkin, uzoq yo'lga bora olmaydi. Labo ham gapiraveradi kerak bo'lsa. Chunki qo'shimcha uskunalari bor, qiyin masala. Akalar, like bosamiz, bangillatamiz. Mana motobloklarimiz har xil variantlaridan bor.